Assalamu alaykum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rib atqaninglar Erkin Asiya radiosi tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda o'tgan bir hafta jarayonida yuz bergan Uyg'urlarga munosabatlik muhim voqealardan ma'lumot beramiz. Men Erkin. Chapchan noylik hukumat yaqinda mazkur noyidagi yer zimini majburiy tortib olingan arzdor dehqonlarni soqchixonaga tutib olib so'roq qilgan va tahdid solgan. Bir arzdor dehqon oila tavobotining radiomizga oshkorlashicha 21 dekabr soqchilar arzdor dehqonlarni Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Robiya Qodir xonim bilan munosabati bor. Aksiyat kuchlarga mansub axborot afkorlarining ziyoratini qabul qilgan, davlat maxfiyatligini oshkorlagan deb ayblab, emgak bilan o'zgartish va qamoqqa hukm qilish bilan tahdid solgan. Doirlar o'tgan yili bu noya qarashliq 6 kanitdagi Uyg'ur, Shiva, Qozoq, Tungan va bir qism Xitoy dehqonlari bilan tuzgan yer to'xtamini bekor qilib, ularning 180 ming bu yerini majburiy tatib olgan edi. O'qituvchi ziyoli Ilhom To'xti 25 dekabr yangi yil tabriknomasi e'lon qilib, Uyg'ur siyosiy mahbuslarga diniy sabablik, milliy kimlik va erkin fikr qilish sababli jazoga uchirgan Uyg'urlarga erkinlik talab qildi. U bayonotida bunday degan: Siyasi sebepten türmüge solangan Uyghur qeyrindaşlarga, ularning aile tavabatlarga yangi yıllık salam yollayman. Dini sebeplik, milli kimlik ve fikir bayan qilish sebeplik jazalangan qeyrindaşlarımның burunroq erkinlikka erishishini kuchlik talab qilaman. O yangi yil tabriknomasi diyana g'oyiblar va ularning aile tavabatlarga, Abduvali Ayub qatorliq rasmiyatsiz tutib turilayotgan Uyg'urlarga, dunyoning har qaysi joylaridagi adolat, haqqoniyat yo'lida millat uchun tirishayotgan Uyg'urlarga cho'nqur salom yo'llagan. Xitoy doiralari atoqliq adib va jurnalist Nizomiddin Husaynning asarlarini nashr qilishni cheklagan. Uning Jaholat pirlari Shinjongda qatorliq asarlari yaqinda Xitoy doiralari tarqatgan qayta nashr qilinishi cheklangan asarlar tizimligidan o'rin olgan. 1928 yılı Qağılıqning Cho'pan yezisida tug'ilgan adib 1980-yillardan boshlab yo'lsiz aqida, Qarg'urum Uyg'urlarning hozirgi zamondagi urf-odatlari, Jaholat pirlari Shinjongda, keyingi o'rta asr Uyg'ur madaniyat tarixi o'chiriklari qatorliq nodir asarlarni yozgan. Marhum 1997 yılı 3 mart günü 5 fevral G'ulji vaqasi, 25 fevral Ürümçi avtobus portlash vaqasiga chetilib qolganligan. 1998 yılı 8 aprel Qurboniyat harpisida vafot bo'lgan. O vafot bo'lishdan bir kun avval oilasiga topshirib berilgan edi. Xitoy amallik kuchlar tarafidan tutib turilayotgan Uyg'ur ziyolisi Abduvali Ayub og'ir kasallikka mubtalo bo'lgan. Abduvali Ayub bu yil 8 oyda qo'lga olingan bo'lib, 4 oydan buyon uning hech qanday izlari bo'lmagan. Doirlar urug' tuqqanlarini uning bilan ko'rishtirmagan. Abduvali qamalgan turmining ahvolidan xabardor biraylarning oshkorlashicha, navbatda Abduvalining turmida teni ojizlab, qattiq og'rib qolgan. Doirlarning uning kasalini davolatgan yoki davolatmaganligi aniq emas. Yaqinda oshkorlangan xabarlarda uning kelar yili 1-oyda sotlanganligi ilgari surilgan. Ilgari Amerikada o'qigan Abduvali Ayub Xitoyga qaytib berib, Uyg'ur ona til ma'rifini tashabbus qilgan edi. Biroq Xitoy hukumatı uni qonunsiz mablag' to'plash bilan ayblab qo'lga olgan. Qashqa Saybaq vaqasi soqchilarning vaqa sodir qilgan uyga ma'lum bir gumondorni tutqili kirganda yuz berganligi oshkorlandi. Saybaq yezilik partikumda ichilgan yig'inda soqchilarning mazkur uyga buloq suvdagi vaqani aniqlab borganligi oshkorlangan. Muxbirimiz bu ipuchiga asosan buloq beshidagi vaqaning yer osti diniy maktabining bayqilish va tarqitilish vaqasi ekanligini aniqlab chiqdi. Ma'lum bo'lishicha bu vaqada oz deganda 50 kishi so'roq qilingan va bartaraf qilingan. Saqchilar tekshirishni texnik kengaytib, Saybog'dagi Islom Ismoil jamiyatining payiga tushgan. Ular Islom Ismoilning uyiga tekshirib kirganda bu to'qinish kelib chiqqan. Vaqada saqchilar 14 Uyg'urni etib tashlagan bo'lib, ularning 6 nafari ayol edi. Amerika tabiat jurnali Amerika Oregon shtatidagi ma'lum bir g'ul hujjari tadqiqot o'rnining mudiri, tadqiqotchi olim Shuhrat Mutalipovni 2013-yilda dunyodagi zo'r ilm-fan yangilik yaratgan 10 chung shaxsning biri deb baholagan. Buningdan avval Amerika Davri jurnali Shuhrat Mutalipovning tadqiqot natijasini meditsinadagi 2013-yillik 10 zo'r bo'sishning biri deb e'lon qilgan edi. Doktor Shuhrat Mutalipov dunyoda tunji bo'lib inson teri hujayrasini tan hujayra yadrosini ko'chirish texnikasi bilan to'ralma g'ol hujayrasiga aylantirgan shaxs. Ma'lum bo'lishicha bu bayqash insonlardagi Parkinson kasalligi, yurak kasali, julun zaxmis qatorliq kasalliklarni davolashda umid tug'ilganligidan darak beradi ekan.
Möhtərəm televizor köygüçülər yuqorida Erkin Asiya radiosu Tor televiziyasının Abdel xəbərlər proqrammasını gördüңlər. Kelər həftə görüşkiçə aman bulunlar. Xeyri xoş.